Davlatimiz rahbari xalqni rozi qilish, oilalarni farovon qilishdek ezgu maqsad yo'lida tinim bilmay kechani kecha, kunduzni kunduz demay ishlayapti. Mana shu mashaqqatli mehnat ortidan O'zbekiston iqtisodiyoti yuksalyapti, tarixiy natijalarga erishilyapti. 2025-yilda mamlakatimiz yalpi ichki mahsuloti hajmi rekord darajani tashkil etdi, salkam 150 milliard dollar. Xalqaro tahliliy platforma Visual Capitalist dunyo iqtisodiyotining yangi vizual tahlilini e'lon qildi. Unda mamlakatlar yalpi ichki mahsulot hajmi bo'yicha xarid qobiliyati pariteti hisobga olingan holda taqqoslangan. Xalqaro valyuta jamg'armasi iqtisodchilari tahlillariga ko'ra, xarid qobiliyati pariteti bo'yicha O'zbekiston dunyo iqtisodiyotida 55-o'rinda, ya'ni top 55 davlatning biri. Mamlakatimiz iqtisodiyoti hajmi xarid qobiliyati pariteti hisobida taxminan 511 milliard dollar, ya'ni yarim trillion dollardan ko'proqni tashkil etmoqda. Bu ko'rsatkich bo'yicha O'zbekiston, Portugaliya, Daniya va Gretsiya kabi davlatlar bilan bir iqtisodiy diapazonda turibdi. Bu esa O'zbekiston iqtisodiyoti so'nggi yillarda sezilarli darajada o'sib, global iqtisodiy tizimda o'z o'rnini mustahkamlab borayotgani va o'rta darajadagi iqtisodiyotga aylanganini ko'rsatadi. Xalqaro valyuta jamg'armasi ekspertlari hisob-kitoblariga e'tibor qaratsak, O'zbekistonning xarid qobiliyati pariteti bo'yicha yalpi ichki mahsuloti 2030-yilda 700 milliard dollarga, 2035-yilda 1 trillion dollarga yaqinlashishi mumkin. Shu ma'noda O'zbekiston nafaqat Markaziy Osiyoda, balki keng Yevrosiyo makonida ham iqtisodiy faollik markazlaridan biriga aylanib bormoqda. Xo'sh, endi muhim bir savol: xarid qobiliyati pariteti, ya'ni PPP nima degani o'zi? Bu mamlakatlardagi pulning real qiymatini, ya'ni u bilan qancha tovar yoki xizmat sotib olish mumkinligini ko'rsatadigan iqtisodiy ko'rsatkich. Tasavvur hosil qilish uchun AQShda bir finjon qahva 5 dollar bo'lsa, O'zbekistonda shu kofe 2 dollar. Demak, 5 dollar bilan Amerikada bitta, o'zimizda ikkita kofe olish mumkin. Bu O'zbekistonda pulning xarid qobiliyati yuqoriroq degani. Ya'ni xarid qobiliyati pariteti mamlakatning real iqtisodiy quvvati, u bilan hayotda qancha narsa sotib olish mumkinligini ko'rsatadi. Shuning uchun iqtisodchilar mamlakatlarning haqiqiy iqtisodiy quvvatini baholashda aynan xarid qobiliyati paritetini hisobga oladi. O'zbekiston erishayotgan mana shunday aniq natijalar zamirida davlatimiz rahbarining aniq strategiyasi va tizimli iqtisodiy islohotlarning muvaffaqiyatli yo'lga qo'yilgani turibdi.